hazillashni bu joyga qo'ymanglar. Voy, hazillashni. Hazil. Bir xilga qilayotgan qizlarning ishi o'zini reklamasi bo'ladi, mashinani emas. Ismingiz va nima ish bilan shug'ullanasiz? Assalomu alaykum, ismim Sevinch. Ismim bo'yicha hech kim meni tanimasa kerak, Atabayeva deb tanishadi. Brand facelik, vloger deya olmayman-u, начинающий. Qanaqasiga ideya kelgan sizga shu bloger bo'lish? Avtoobzor qiladilar. Da. Просто tak kelib qolgan, mashina bo'lib qolganda, bo'ldi, Sevinch bu znak bo'lgan senga deganda, shunda borib bir kun ichida obzor olib borganman. Keyin qo'yganman, uchib ketgan. Qadar sizga gapirishadimi shunaqa avto olam, men nima bor qiz bolaga, o'g'il bolani ishi deyishmaydi? Ha, kelgan, shunaqa kommentariyalar to'g'ri gap bo'lishi ham mumkin. Bu o'zim xohlagan ish-ku. Men misol uchun bir xilgina obzori o'zini pokaz qilishsa, meni obzorimda mashinani o'zi bo'ladi. Mana nima foyda bor sizni blogingizdan degan savolga javob bering. Meni blogimdan nima foyda? Nima manfaat topamiz? Nima manfaat topasiz? Mashinani yoqtiradigan insonlar bo'lishadi-yu, ko'rib, mazza qiladigan. Вот, meni profilimga kirsanglar, вот, mashinani chista ko'rib mazza qilasizlar, kачествосidan. Trenddagi mashinalarni olib chiqasiz. Da. Instagram vesti qilayotgan, blog vesti qilayotgan qizlar uyda hech nima qilmaydi, detay endi bo'lishadi, lekin unaqa emas. Unaqa emas. Misol uchun ovqatni ham qilib ketaveraman, uborkamni ham qilaman, har narsani qilaveraman-da. Вот. O'rtoqlar, bizga obuna bo'lishni unutmanglar. Hammanglarni stranchkamizda kutib qolamiz. Like bosishni unutmanglar.